Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kâle Nebi Aleyhisselatü Vesselam, innemel a'malu bin niyyat ve innema likulli imrin ma nevah. Ev kema Resulullah. Yani Allah'ın Resulü dediler ki, albatta har bir ishlar niyati qarab bo'ladi. Va albatta qaysi inson nimani niyat qilsa, o'shanga erishadi. İnsonda hayotga kelar ekan, uni niyati, maqsadi Allohning roziligini topish bo'lishi kerak. Shu uchun harakat qilish kerak. Niyatsiz qilingan ishlarda manfaat bo'lmaydi. Yoki boshqa insonning roziligi niyatida amal qilib, u bilan Allohning roziligini topib bo'lmaydi. Allohning roziligini topish uchun albatta xolis Allohning niyati bilan, Allohning roziligini niyati bilan ish qilishimiz kerak. Agar niyatda ham Allohning roziligini, ham Allohning rasuli bandasining roziligini niyat qilsak, u holda bitta ish bilan ham bandasini, ham Allohni rozi qilishimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun Allohni rozi qilish uchun niyat qilamiz. U bizdan bandalari rozi bo'lishligi, bo'lmasligi, bandalarning xohishini ikkinchi darajaga qo'yamiz. Shunda albatta Allohning roziligini topgan bo'lamiz. Gohida bir ishni qilishdan oldin shu ishimiz manfaatlimi, manfaatsizmi yoki shu ish bilan birodasini rozi qilamizmi degan uy xayol kelganda, men bu ishni Alloh uchun qilyapman degan asl maqsadni qalbga tuysak, albatta shu bilan niyatni Alloh uchun qilgan bo'lamiz. Assalomu alaykum.